Sevgen gülüm bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyaş sevgen gülüm bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuma bəxət kiler əzəldir Quyaş təkillik ayırdır Şuna bakıp kiler azaldı Quyoşdagi yıllık ayırdı Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Taralgan mihir Yurtudu alem tütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem tütkün Ata kılsa süygüge takdim Sadakatke tolgan bir künüm Ata kılsa sügüge takdim Sadakatke kuldan bir kılım Yaman bulsun demez sanılar Fakat yer perzentliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat yer perzentliğe Deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş koyup köksüge Bəzida jiroq yerlarda oylab turib qolaman. Shu chaqlarda mush qarindoshlaringizni, uy ishi balavoqlaringizni seg'inib ketsangiz, bu topgan pulingiz ko'zingizga faqat ko'rinmaydi emasmi? Shunda. Sen o senemga g'erib ko'ygandek ko'yib to'y qilgan. Şunu tapkan taginin gözün görünmez, senemli gözün göründü. Vay sizce aka? Ben yengen köyüp bakmağa. Yağan gap qilmang Sametga. Yengimizning so'ng tutunib ketgan vaqtida degan gaplaringizni unutib qolmagansiz, Aqshan, ha? Nim deb dikenme? Nim deb dikenme? Unutib qoldingizmi? Jinim xotun, so'nuq putingni mang'iva, saq putimni sang'ivara deb dikensiz-ku. Yağandı. Ey bu köyümüge adamga saq putim bergen nerede va? Elişip qalsam ya men. Mağap yapışım urup taptınız sen. Bo'ldi Sametga. Bu gapni to'xtatib turlar. Sen bilan bu yer aralab kunni ko'rishib turyapmiz. Asqar bilan uzun bo'ptga ko'rishmaglar. Nayt obdan ushirishib qoldik. Bu bizga nayt obdan fursat bo'ldi. Unda olsa sizlarni yaxshiroq birga opirib bir mehmon qilay qanday deysizlar, ha? Hay fikam. Ko'chilik aşağılar ko'nib qoldingmi nima? Samet akanın ko'ngliga kelib qolarmi dema deyotgan gapini qara. Samet akan sizlarni mehmon qilaman da.
Kırık. Qaytib kepsizler. Yuqoriga chiqin. Sanam. Siz mening lafzimni yerda qo'ymag'ingiz uchun sizning qancha xo'shlig'inimni ifodalash maqsadida sizga bu bir dastigulni keldim. Oy, rahmat. Balalarning taqdirini o'ylash hammamizning burchi tursa, lafzingizni yerda qo'ysam qanday bo'ladi? Sizga ko'p rahmat. Uncha tez tiqib ketmang, aytdim. Oy, nima degan chiroyli gul bu? Yaxshi Rahmatchimi? O'tirib turibman, qahva damlab chiqay. Voy, ovorumaga bo'ldi. Qani, qahva iching. Rahmat. Orasındaki U Polat biz to'y qilg'ili 20 necha yil oldi. siz uning ishindigansiz. Qandoq deysiz? Balchaqisidan ayrilib, bu yerga kelib tijorat qilayotgan erlarning qilgan qiliqlarini ko'ryapsiz. O'z yurtida xotin balchaqisi bo'lsa-mu, bu yerda boshqa ayollarni yugunga qarab deyman qo'yman. Polat ular o'xshamaydi aytdim. Men uning ishiniman. Bu sizga ishindigandir. Qiziq gap qildi ekansiz. Polat menga ishonmasa, men yolg'iz bu yoqqa avatamdi. Polatning bek ta'li ekan. Sizda ko'padar aqlli ayoli bor ekan. Rahmat. Aytdim. Sizning balchaqlaringiz qayerda? Men yo'ldashimdimi, balamdimi ayrilib qolgan. Bir betalay ayolman. Undaqda ular Balamning dadisi 20 necha yil burun tugab ketgan. O'zimning bag'rimni yerib chiqqan balam hozirgacha meni ona deb atab boqmadi. Mening yuragim dardga to'shqan sidim. Herkes undaq demang. Ko'nglingizni buzma. Bu ishni men so'rmasam bo'pti ekan aytdi. Pulga toza aytimiz tushganda asqatqanda bu qo'shildi. Hem qanday qilamiz? Sening bank kartangdan iptiramliqga 5000 yuan. Ne? Zat atmay davatkan gipini? Emdize güçleri benim banka kartama gidiyotam da, ha? Beğenmeymen. Bir tiyimi beğenmeymen. Siz gibi etken kazım yok benim. Mehmetço, neçə yılın yağı yemey, içmey, kiymey, oynamay aracıqkan 2-4 dal pul o. Ütküzüp qoğunu adek yap qalıdkin, ha? Qar söylep kirgen bolsa, er kishi oğanken pul tepip beğenmemsiz. Xotin kishini qiynig'icha. Sen bir Çay oynanılsa, xuddangni bilmay pul xaysashni bilsa, to'qanda qarzimiz tusumu, halin vaqmay yo'g'onchilik qilsa, endi haq qarz so'ylab kelsa, o'tqa yolg'iz menilam ishtiramsa. Vay men şey, sizni ishtiramdigan o o'tqi men sekray. Sizmichu? İlk kallığınızı işletip, xalqning ərlərdək milyon pul tapqan bolsanız, bugünkü gündə mən qolum qoşulunun aldın sarğaymasdım. Vay isit. Qazni qaytaramapdı deyə ahanətni götürüb nədə jürəm əmdi? Ha? Əgə tegib manda günü qilishim necəb oylamapdı ekan mən. Qımısını tishim tegiyirdigandim o. Bir oyning pulini tutib atqanmi, to'sib atqanmi o'zing turib.
xotinni o'ngshab baqamay, endi gunoh yana menda oldimi? Voy, dada havoling yaxshimi? Nima? Qizitmisiz? İşte. 5 ming ya? Bugun kashtlama? Ma'qul. İlil barmiz. Nana'nın qizimiz o'rab ketibdi ekan. Doktorlar bugunlik ko'rib yotoq yasin debdi. 5 ming yen to'laydigan gapga. Nima? Dadam 5 ming yenni o'rni qilamga o'xshaydi. Bu qaynatamning nima degandi? Ko'tiramasang sangiltib ol degandek. Hey, 40-50 yil ishlagan odamda nevirsini davolatqidek pul olmamda, ha? Voy, u pulni go'rga aketgini bo'lmaydiganligini biladigan-da, ha, bo'lmasa. Undaq desang tuzkorlik bo'ladi. Ataning xarlagan, ataning ejriga ko'z yumganlar yaxshi kun ko'rmaydi, xotin. Ularning nebini, nananımı bekib berginiga rahmat desak bo'ladi. Qeyrigan ata-onamizga eg'irchiligimizni silayversak bo'lmas. Baqmasa olam demse, baqıdı. Nevir degençe aşında tatlık. Başka xalqlar olgan bolsa, altındek ikki nevirini tug'ib berdingiz deb meni beshig edib ko'tirdi. Uqdingizmi? Ma'qul. Men berib topib qo'yay. Ertadan boshlab cho'sin oltin taxt o'tag'izib qo'ysin. Oş. Men bir ata-onangizdan podshohlikni talashmadim. Amroq nevirisini davolasin devatdim. To'liga qilmay chiqiraylik kartangni. Bermayman. Bermayman. Unda o'z qanday qilamiz? U yerda bola o'tning ichida puchunlib yotsa, biz bu yerda pulning mardin kechamay o'tiramdik. İştin tizdan aşmaydigan əg degib, bir əhət ögün beşimi künçüb qalsa əsqi tamkin deb arxan şıqqan pulumdan ayrıldıgan boldum əmdi. Yığanını qoyub, ala kartangni cho'ngla saqlab qoldi. Bo'la. Ayna portmal. Polatkan'la yardım bile Sametkan bu şehre yeni bir dükkan açıp da. O gavurda körüngünü bilen xili adamgerçilik bacım mı Polatkan'ınki? Oy rastda isteyme. Polatkan'la yardım bulmagan bolsa Sametkan bu şehre dükkan açalay demse. Akşamço, Polatkan'ın uyuda onun kızlık yumur çakçaklığını yerim geçecek. Anlap üçümüz üzülüp gitel dep kaldık. Hayır aslında. Lekin bugün o adam ki nim boğandı deyme. Ne buldu? O baş günü kalksa erdil dükkan içip bulduk adam. Bugün yok. Ağırıp kalgan mı diye. Öyle bir bakamdınız ya. Boydakçılıkta kıyınıp kalmışsın yine. Rastayız Ayşem. Hey, menço Sametkam'ın uygu berip onun bir qarab bakay. Onda olsa bir haber olsa boldurak telefon qilib qo'yguncha men tayyorlik qilishtirman. Bo'ldi. Maqal. Tezroq qaytib kelasiz-a? Bo'ldi.李娜。哎，对了，丽娜现在学维吾尔语呢，而且学得挺快的。岳麓跳维吾尔族舞蹈也很棒呀。真的吗？这点我也很佩服她。其实没有啦，我这也刚开始学嘛。那我就先出去啦。Birdam o'ltirma. Azroq shimba. Hoşumsa. Ma'qul, shontingiz kala. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Ayyo. Bu dostum pek yaxshi jumodosh. Shunda uchiqib ketdi. Usul o'yinchi taqay. Voy qilib. Qarasam bir xil avson kep qoldi-a. Onun tinimsiz tirishchanligi ish qilib, butun kasbdoshlarimizni qoyil qildi. Usulni bunda pishiq egallashning o'zim oson gap emas deyni adash. Ba'zi buning tirishchanligiga qarab, men ilhomlanib qolma. Onun ustiga bu bek chiqishqoq ekan. Men bilan 5-6 qitimni ko'rishib, xuddi kon do'stlardek yiqilishib ketdi. Rasmiy jaz yaxshi buning.
ishq ochiq. Qanday ahvolingіз yaxshimi aka? Ahvolim yaxshimi, tinchlikmi? Qandayroq aka, yaxshi tudingizmi? Tinchlik undan. Voy, nim bo'lgansiz? Tunugun yumur chaqchaq deganda toza deb og'zingizni shaldagandek qotibdingiz. Ey, sening ko'zingga hamma narsa o'ng tartib ko'rinamdi, nima? Nima bo'pti men? Mijozim arg'umoqdek turdim mana buni. Voy, nim bo'ldingiz? Qo'shqingiz og'riyotamdi aka? Ha? Shu mayliq go'shtni sal jiqib qo'yganda qilim. Ha. Uyda oshqozon dorisi bormi? Yo'q. Ha. O dar degan nimaga o'zing ayol. Meningcha oshqoznim og'risa, muz ichma bilib qo'y. Voy, Samatga. Bu kasalga sal qarasak olmaydi deyman. Turing aka, men sizni doktorxonaga opiray. Ey ahmoq. Doktorxona degan ya'ni ko'zimni ko'msin. Ha. Samatga, bunda qattiqlik qilib ketmang deyman. Bu pul degan tepilidi, bu jon kunda chechaklamaydi, juma. Turing, qo'pang. Rahmat, kamroq. O'tir. Ishqisi hukm. Bu kislim turib mushtaq qo'zg'alib qoladi. Birdamga saqib qolaman. O'tib ketadi. Tamam piştimi? Ha, muna, usvatma. Sen saqlab turing, ha? Akça hozircha Samatgan qattiqdan qajab, beqim tutib o'ltaganda. O şorpini apasam, bir talabli o'ngshilib qolsa ajib emas. Qana bu tabuqingiz? Mana. Qana. Mana. Oy, salomat kelibmi? Ya, kela. Nima qilib o'tiribog'ni? Sho'rpa? Ha? Voy. Meni qo'sqimning ochlig'ini to'yib qolsa degina. Qani o'tir. Ha, menga keldingmi buni? Voy yo'q. Bu qattiqning sho'rpisi. Samarqandningmi? Ha? Attigan do'koniga borsam, va kallamda qulupdan birini sap qo'yapti danga. Nim bo'lganda deb ansirab uyga borsam, beqin tutib voyjallab yetibdi. Voy Samatga nim bo'ldingiz desam, mush beqinim og'riryapti ukam deb o'zi tashlab yetibdi. Unda bo'lsa juring doktorxonaga opiray desam, ya bo'ldi ukam. Muz ichsam saqib qolma deb joylik qilib qattiqli unimidi. Shu uyga berib bu sho'rpini atkizib uyga borsam, uyda yo'q. Bağımığa yerim qanmadığına, şunu sizin xabarınız bağımdı deb müşay kelishimdi. Ne ketgendemdi bu adam? Özünün jeniga içi ağırmaydığı adamken, uydu mu yok? Ne diyorduğanda? Samatgan bunu mu? Vey? Ha, aytılama? Ha, qandarak ahvolingіз? Yaxshimisiz? Ha. Nima? Qayanda da? Uşaq to'qshimdan. Samatgan hozir qatnashaqdi. Oy, soqur ishi yerilib ketdi, tasqatdi deydi. O'zi yolg'iz qandan kelgandi doktorxonaga? Aytulla taksiga sep akapdi. Ha? Aslida bizdan yushurun, ash xotin bilan ish bash tortishib yuribdi-kanda, ha? Bir pıqsıq adamga mard sexiy ayolni kelib qolganda, ha? Qarang aka, Samatgan bog'i 300 so'rilib qolgan taqdirdimi, hargiz taksi to'sab doktorxona keldi odam emas, ha? Az gap qilaman. Yana bir yarim soatlardan keyin chiqib qolamki. Samatganni doktorxonaga siz keldingizmi? Ha. Shu do'konni taqab chiqsam, binoning yandan bir ing'irg'a ovoz olinib qoldi. Qarsam, shu Samat beqinni tutib o'tiribdi. Shuning bilan bir şey birlik keldi. Sizning uchrog'ingiz nihoyat yaxshi bo'libdi juma. Bo'lmasa Samatgamdan ayirib qolarkanmiz. Bu Samatgamning holdan xabar oladigan hech qanday odami yo'q degina. Ha, shu. Bu Samatgan bog'i bak isil, axloqli, mo'ch odam juma. Agar Samatgamniki bu sizga o'xshash isil, yaxshi kuyimchan hamroyi bo'lgan bo'lsa,
bir kulkisiga 10 kulki qetilatdi. Ay, to'g'ri deding Juma ukam. Mush qilgan yaxshiligingiz bor-ku, Samatkamdan yanmasa, kinchi ballardan yenib qolar. Ay, Samatkam o'zdimi yanida davermam seni, bunda. Yo'lga Samatkamda yenib qolar. Doktorxonaga kelsak, dal vaqtida ekansilar. Darhol operatsiya o'rlashtirayli, rasmiyat bejirib o'tding deb shundoq dedi. Shu rasmiyat bejirdiqlar akirib ketdi. U vaqtda qachon Samatkamning yendimmi? Unda jiq pul chiqmaganda qachon, ha? Pul karchaqliq. Onun ustiga kasal odamdan yeningiz pul bormi deb so'rg'ilandi. Bir qarindishimizning hayoti xavf kuchirayotsa, qarab tursak bo'lmas, kam. Rasmiyat uchun qancha pul to'ldingiz? Kartingizga men pulni urutay. Ha, kartingiz deb turman. Sizlarni bu yer pulni qaytarib bersin deb chaqirdim. Samat operatsiya kirishdan oldida sizlarga telefon qilishni aytdi. Shu telefon urdim. Rahmat sizga.